Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ko'zingizga qarasangiz-chi, hoy. Yigit tormozni qattiq bosgach, hozirgina mashinasining tagiga kirib ketishiga bir baqiya qolgan yo'lovchiga baqirdi. So'ng darhol avtomobilidan tushib, yo'l o'rtasida qaqqayib turgan o'zi tengi yigitning yonida hozir bo'ldi. Karmisiz, nima sizga gapiryapman? Sal qolsa bosib ketardim. Yaxshi bo'lardi. Ma'yus shivirlash haydovchi yigitning shashtini pasaytirdi. Yo'lovchi o'ychan nigohlarini uzoqlarga tikkancha chayqalib yura boshladi. Aniq bir falokatga yo'liqadi. Mast ko'rinadi, o'yladi haydovchi. Yuring, manzilingizga tashlab qo'yaman. Ammo yo'lovchi uni eshitmagandek tentirab ketaverdi. Haydovchi uning bilagidan ushlab mashinasi tomon sudradi. O'tiring, bu alfozda ko'chada qolasiz. Izg'irinni qarang o'zi. Yigit unga bo'ysunib mashinaga o'tirdi. Unchalik mast ham emas ekan. Qandaydir hardam xayol. Qayerga boramiz? Manzilingizni ayting. Endi borar manzilim yo'q. Muhabbat nomli uydan haydashdi. Qahratonda qoldirishdi. Yo'lovchi yigitning telbanoma so'zlaridan hayotida qandaydir yomon hodisa yuz berganini anglagan haydovchi uning holatini sal tushungandek bo'lib, mashinani o'z uyi tomon haydadi. Uyga yetib kelgach, yigitni mehmonxonaga boshladi. Achchiqqina ko'k choy damladi. Yo'lovchi o'zi bir dardkashga muhtoj ekanmi? Suhbatlari yarim tungacha cho'zildi. Bugun u menga taklifnoma tutqazdi. Shunchaki, xuddi o'rtamizda hech nima bo'lmagandek. Qiziq, bu xabarni eshitib yuragim to'xtab qolsa kerak deb o'ylagandim. Haliyam yashayapman. Bevafo deng bevafo. Haydovchi yigit boshini sarak-sarak qildi. Bu zamon qizlariga ishonch yo'q o'zi. Shuning uchun men ham qizlarga ishonmay, kelin tanlashni onamga topshirgandim. O'zlariga yoqqan qizni tanladilar. Yaqinda to'yimiz. Haqiqiy sevgi muhabbat to'ydan so'ng paydo bo'ladi. Siz bu o'tkinchi, ham alamga ko'p ham berilmang do'stim. Vaqt bariga davo. 5 yillik muhabbatimga vaqt qachon davo bo'lar ekan? Nega degan savoldan qutula olarmikanman? Endi birovni u kabi seva olarmikanman? Yo'lovchining ko'ziga yosh keldi. Bildirmaslik uchun joydan qo'pladi. Haydovchi uning yelkasiga qoqdi. O'zingizni qo'lga oling. Bu ko'z yoshlaringizga arzimas ekan. Taqdir sizning foydangizga ishlagan. Bir suvutsiz jubdan qutqaribdi. Yo'lovchi alamli kuldi. Qo'ynidan taklifnomani chiqarib g'ijimlab irg'itdi. Qachonlardir sizni sevaman deb pichirlagan lablar, quloqlarimni qitiqlagan zulflar, shu kabi qahratonda qo'llarimni isitgan kaftlar, faqat menga qadalgan nigohlar endi tamoman begonaga nasib etmoqda. Ammo u buni shunchalik tabiiy qabul qildiki, muhabbatimiz uchun kurashishni istamadi. Ota-onasining so'zidan chiqa olmasligini aytdi. Shuncha vaqt nega o'zingiz sovchi yuborib roziliklarni olmagandingiz? Tengim bo'lganida biz allaqachon birga bo'lardik. Dunyoda mansab, pul, boylik degan narsalar ham borki, hamisha muhabbat yo'liga g'o bo'lib kelgan. Uning otasi sarflagan bir kunlik pulni ota-onam bir oyda ham topa olishmaydi. Lekin men doim o'z kuchimga ishonib kelganman. Kuni kecha lavozimim ko'tarildi. Endi otasi rozilik berar deb sevganimdan suyunchi olishga oshiqdim. Suyunchini allaqachon hozirlab qo'ygan ekan. Qiz bola ko'p holatda otasiga qarshi chiqa olmaydi. Uni ham tushuning. Taqdir. Hay mayli. Tunda sizni ham bezovta qildim. Endi ketay. Ertalab ketarsiz yoki eltib qo'yay. Rahmat, hojati yo'q. Uyim shu atrofga yaqin. Onam kutib qolgandirlar. Ikki yigit quyuq xayrlashdi. Yo'lovchi negadir yengil tortgan. Sovuq havo zahri yuzini chimchilasa-da, shaxdam ketib borardi. U izg'irin unga nima bo'libdi? Hali hayotida bahorlar keladi. Haydovchi yigit bo'lsa uni kuzatgach, mehmonxona divaniga cho'zildi. O'z hayoti, bo'lajak umr yo'ldoshi haqida o'y surdi. Bor yo'g'i 2 marta ko'rishgan bo'lsalar-da, bu qiz o'ziga ipdek bog'lab oldi. Yigit u bilan baxtli bo'lishiga ishonadi. Shu payt ko'zlari stol tagida yotgan boyagi taklifnomaga tushdi. Yo'lovchi uni qoldirib ketibdi. Beixtiyor uni ochdi. Ochdi-yu,
Hayrat bilan to'la ko'zlarida boyagina yonib turgan tuyg'u o'rnini kuchli og'riq egalladi. O'sha sana, o'sha restoran, o'sha taklifnomada o'zi va bo'lajak rafiqasining ism sharifi yozilgan edi. U hayratda qoldi.